Bugun bir masalaya nokta koyamiz. Kim ne dese desin, Jack M3 her taraflama en zor minivan. Siz shunday deb o'ylaysiz? Agar ozgina pul qo'shsangiz, M4 olib umuman afsuslanmaysiz. M3 her taraflama yutadi. M4 bilan o'ynatmang. Davay unda sinab ko'ramiz. M3 motor nechalik? 1.8lik. M4 motori 2lik motor, mashinani to'ldirib uzoq yo'lga chiqsangiz ham qiyinchilik bo'lmaydi. To'g'ri, lekin hamma ham har kun to'ldirib odamga yuk bilan yurmaydi. Ko'pchilik uchun 1.8likni o'zam yetadi. Sizniki rasxodinchi 100 kilometrgacha litr benzin yeydi. 910 litr benzin yeydi 100 km. Ko'rdingizmi? M3niki 7-8 litr yetadi. Odamlar uchun ham shu muhim, tejamkorlik muhim. Shu keyin M4 ni ko'rib fikri o'zgaradi. M4 baribir kattaroq. Katta degani zo'r degani emas. Katta bo'lsa ichi ham keng bo'ladi. Salonni o'tsangiz, sho'rni o'zida M4 yutadi. O'rindiqlari keng, o'tirish udobniy. Oilaviy safar uchun zo'r. M3 ham yomon emas. Har kuni ishga borish, oilani olib yurish, viloyatlarga taksi etsa ham bo'ladi. Почти bir xil. Arka qatordagilarni ham o'ylash kerak. To'g'ri, M3 ham odamlarni qiynamaydi. Zato M3da bagaj bor. Asbtu M4dan bam buna markasini yengasangiz, bam bagaj oladi. Yaxshi, uni qo'ying, baribir men yutaman hozir. O'zingiz ham bilasiz odamlarga nomuhim ekanligini. M3 M4dan nisbatan arzonroq 215 million 460 ming so'm. Hammaga kerakli M4da bor funksiyalar M3dan bor. Shatibda M4 ham qimmat emas, 243 million 180 ming so'm o'zi. Zato keng komfort mashinada yurisiz. Ichini ko'ryapmisiz o'zimi? Lekin hammani byudjet har xil-ku. Budjetni tushunaman, lekin imkon bo'lsa M4 olgan yaxshi, ko'proq so'nib yurisiz. Shu harakat edeceksiz, lekin baribir men yutib chiqajakman. Agar naqd xarid etadigan mijozlarimiz bo'lsa, bizda 5% chegirma ham bor. O'zi arzon, undan tashqari 11 millionlik foyda bilan xarid etadilar. M4 uchun o'zi navla bor. M4da chegirma yo'qdan, zato bizda avtokredit bilansalar ham bo'ladi. Bu narsa bizdan bor. Yana yetmaganda bizda rastrochka ham bor. 50% ni to'lab, qolgan 50% ni foizsiz 24 oyga bo'lib to'lasa ham bo'ladi. M4 uchun u narsalar shart emas. M4 ni shundan kelib, komfortini ko'radilar, naqd olib ketadilar kerak bo'lsa. Tan oling, M3 yutdi-ku. Yo'q, M4. Aslida bu bahsning bir javobi yo'q. Na uchun desa, ikki model ham o'z egalari uchun ishlab chiqarilgan. Shunda sizlar M3 tanladingizlarmi? Ya M4 nimi? Kommentariyada o'z javoblaringizni yozib qoldiringlar.